Toshkentni bilasanmi, men kimman? Kapayga pista po'choqsan to'g'risida chiqib borib ishlar. Uyda yotib hamma narsani olib berishga tayyor kim ishlagisi keladi? Kimdir senga pul berish kerakmi deb qo'yadi. O'zbekistondan bolalar keladi, erga tegadi bu. Keyin o'sha hali ustidan so'rab o'rganib oldim-da, lekin keyin yoqib qoldi. O'zbekistonda ishlamagan yuz qolmadi. Hozir endi logistika sohasida fleet menejer bo'lib ishlayman. Toshkentdan kelgan valasab qaynashni bilarman faqat.